Yo'q, Allohni o'rtaga qo'yib, qasam ichib olib ketgan shu opada mana. Kecha yozgandim, kechadagi chatni ham tozalab tashlayapti. Uni ham qo'yaman. Hammasini screenshot qilib olganman. Mana nomerlari, mana Namangan salon deb qo'yganman. Abaya olib ketishganlar, kelin ko'ylak olib ketgan Nasiyaga Allohni o'rtaga qo'yib, pasportini rasmini tashlab ketgan. Pasportini qo'ymaganman yana. Hozir aka sizga pulim yo'q hozir. Men sizga beradiganam, boshqa qiladiganam. Hozir men umuman pul ishlamayapman, ishga chiqmayapman. Xabarini eshitdinglarmi? Shuni aytdi. Bu gapni avgustda yozganda, hozir men bugun telefon qildim-da mana. Mana qo'yib beraman. Mana telefon qildim. Telefon qilsam, ro'zadan keyin sezon bo'ladi. Hozir men ishlaganim yo'q deyapti. Mana namanganlik yana shundoq hafsalam pir bo'ldi, ishoninglar. Bitta salonchi yomon otlar bo'lsa, hammani yomon otlar deb o'ylaymiz ekan. Bilmadim. Hafsalamda pir qildi mana. Hozir men sizlarga ko'rsataymi? Yana uyalmasdan menga soxta chek tashladi haligi kuni mana. Mana soxta cheki. Mana yozishganlarimiz. 2,5 million qarzi qo'ygan. Mayli 2 million bering, tashlab bering, ratchet bo'lib ketamiz desam, 2 million soxta chek tashlabdi, uyalmasdan. Vijdonsiz. Yana uchoskoyga bersangiz shundoq olib ketadi deydi. Uyalmasdan mana onlayn ham o'tiribdi. Vijdonsiz. Shundoq hafsalam pir qildi, buyurmasin.